Sarsona. Ushbu hikoya Zuhra ismli qizning hayotidir va o'zi so'zlab bergan umr qismati. Uyga kelganimizda suyunchi xabardan hamma xabardor. Qaynotamdan boshqa barcha bizni tabrikladi. Gap ustiga Ali ham kelgan, yuzidan qay darajada sevinganligi ma'lum edi. Homiladorligimni eshitib rangi oqarib ketdi. So'ng Farhodni kabineti tarafga yura boshladi. Ikkisi kabinetga qulflanib nimalarnidir gaplashdi. Ataylab eshitish uchun eshik oldida qancha aylanmay foydasiz. Orqamdan kelgan ovozdan cho'chib ketdim. Yoshi 19lar atrofidagi xizmatchi ayol eshitolmaysiz deganiga shart orqaga o'girildim. Ko'p uringanman, bo'lmagan. Yo'g'e dedim. Avval ko'rmagan xizmatchi qizga qaradim. Ha, doim shu xonaga qulflanib nimalarnidir gaplashishadi. Gapirish g'alati, ammo doim qiziqaman men ham. Qo'lidagi suvni qaynonam xonasi tomon eltayotgan qizga qarab qoldim. Va nihoyat bu uyda men bilan dardlashadigan odam topildi. Bu uyda xizmatchilar bor ekan, demak hech qanday sir bo'lmaydi. Ayniqsa shunday xizmatchilar bo'lsa, barcha gaplar xabarim bor bo'ladi. Qancha gap poylamay foydasiz. Ikkalasidan hech narsa eshitilmadi. Oxiri xonaga kirib yotib oldim. Miyamda Ali bilan Farhodning g'alati do'stligi aylanaverdi. Tavba, agar Farhodning kasalligini bilmaganimda, bu ikkovini boshqa narsa deb o'ylardim. Xonada yotaverib charchadim. Oxiri pastga tushar ekanman, qayni singlimni qaynonamga gaplaridan to'xtab joyimda turib qoldim. Akamga tuzukroq qiz yo'qmidi? Men bilan-ku necha yildan beri gaplashmaydi ozicha. Akamga ayting, ona hal qilsin. Gulining qaynonamni ikkilantirib nima haqida so'rayotganini bila olmay qoldim. Nima so'rayapti? Qaynonam yo'q deyapti. Ammo gap men haqimda ketyapti. Chunki gapini boshida meni qo'shdi. Ikkalasi oshxonaga kirib ketishdi. Men esa xayollarim bilan eshik oldida to'xtab qolar ekanman. Ortimdan kelgan ovozdan cho'chib ketdim. Qo'rqitib yubordingiz. Zuhra eshikdan uzoqlashar ekan, Farhod qo'lini cho'ntagiga tiqib turardi. Gaplashib olishimiz kerak. Zuhra ham gap nima haqidaligini bildi-yu, bosh silkib uzoq cho'zilmay yotoqxona tomonga yura boshladi. Bolani oldiraman, agar shuni aytmoqchi bo'lsangiz. Farhod yaxshi qilasan degandek bosh silkir ekan, ikkisiga ham bola kerakmasligi aniq edi. Tushun, bola ko'rishimiz mumkin emas. Bola ham men kabi nuqsonli bo'lsa o'zimni kechira olmayman. Farhod ortiq gapirmay xonadan chiqib ketdi. Narkotikka o'tirgan, uni ustiga ruhiy nosog'lom, bolasida bo'lmasa ham keyingi bolasida baribir bu narsa uchraydi. O'zidek qiynalsinmi u jon ham? Farhod ota bo'lishni xohlamaydimi? Shunaqangi xohlaydi, balki dunyodagi eng zo'r ota bo'lar. Bolasini ko'tarishni, to'yib hidlashni u ham xohlaydi, ammo unga mumkin emas. Yaxshisi bu bolani tug'ilmasdanoq yo'q qilgan yaxshi. Farhodning ko'zlari yoshlandi. O'zi tengi do'stlari doimo uchrashganda qizi yo o'g'lini rasmlarini ko'rsatib, bu meni farzandim deganda, Farhodning ularga qarab sukut saqlashida faqat va faqat o'zini yeb yuborardi. Farhod koridorda yuzini qo'liga ko'mgancha ko'zlari yoshlanar ekan, miyasida barcha xotiralar yana film reklamasidek shiddat bilan aylandi. Farhodning otasi yoshligidan uning tarbiyasiga qattiq turdi. Baholari, xulqi hammasiga. Aslida o'g'il bolaning tarbiyasiga ota qarashi yaxshi, ammo ota mehri bo'lmasa hammasi chippaka chiqadi. Farhodga nisbatan haddan ortiq cheklovlar boshida dakka bilan cheklangan ota uni qancha yosh kattalashib oila mehriga, tasallisiga muhtoj paytida kaltakka aylandi. Shu sababdanmi hozir Farhod ba'zur dasturxonga o'tiradi. Qolgan payt otasiga ko'zi tushmasa, Farhodning otasi yillar o'tib o'g'liga bu darajada qattiq turish xatoligini tushunib yetdi-yu, ammo unda kech edi. Farhod juda ham o'zgargan, otasini yo'lida ko'rsa boshqa yo'ldan yuradigan darajaga keldi.
Shu koridor oxirida otasining kabineti bor. Farhod har xonasiga kirish uchun o'sha kabinet oldidan o'tadi. Har o'sha xona oldida o'tganda ichida nimalar o'tishini o'zi sezadi. Otasi kamar bilan urgani-yu, kechasi bilan uxlatmay kitob o'qishga majburlaganlari. Farhod o'zini yig'di-yu, yuvinish xonasiga kirdi. Singlisini o'sha paytda qilgan tuhmati ortidan ilk bor shu og'uga o'tirgani, ilk bor o'shanda shu zaharga o'tirmadimi? Nega otasi unga nisbatan bunday? Farhod bora-bora otasidan mehr kutish istagi yo'qolib ketdi. Endi otasiga o'zini oqlashi ham, uzr so'rashni ham o'ziga majburlay olmaydi. U otasini ota o'rnida ko'rmay qo'ydi. Har gal otasi uchun chaqirtirganida suhbatni tezroq yakunlanishini xohlardi. Ikrom aka ham endi hech narsa avvalgidek bo'lmasligini bilib afsus qilardi, ammo kech. Otasining shu ishi oqibatida endi u hech qachon ota bo'la olmaydi. Zuhra qo'lini qorniga qo'ydi. Farhodning gaplarida jon bor edi. Zuhra tug'sa ham bola sog'lom tug'ilishiga hech kim kafolat bermaydi. Bir onani tiriklayin o'ldiruvchi narsa bolasini o'z o'ngida so'nib borishi. Nahot nogiron tug'ilsa. Zuhra ko'zlarini yumdi. Boya asabda aytgan gaplarini endi hazm qilayapti, tushunib yetayapti. Qanday oldiraman? Axir yuragi urib turibdi-ku. Hozir Farhod kelsa shuni gapiraman. Oyoqlarini yog'ib o'tiraverdim. Miyam uni oldir, Farhodga bo'ysun, u haq, u kabi tug'ilsachi, yo bundan battarroq desa, ich-ichimda boshqa bir ovoz bas qil. U seni bolang, mayli kasal bo'lsin, ammo u seni eting-ku, derdi. Farhod kelishini kutib o'tirdim. Ertaga laboratoriya javoblari chiqadi. O'shanda hammasini Farhodga tushuntira olaman. Balki bolani ham yashashiga u rozi bo'lar, balki. Guli dushdan xonasiga endi kirganini biladi, yotog'ida o'tirgan kimsani ko'rib quvonchdan baqirib yubordi. Jim, baqirma. Ali qizni og'zini yopdi. Ketaman deyotgandingiz-ku safarga. Guli lablaridan qo'lini olgan yigitga qarab kuldi. Bormaydigan bo'ldim. Ali o'zini qayta yotoqqa otdi. O'rnimga suyukli eringni jo'natdim. Xabaring yo'qmidi? Guli eri bilan kecha-kechasi urushgan, hattoki 20 kunlik safarga ketayotganida ham qizga aytib ketishni o'ziga ep bilmadi. To'g'risi ham u uyga keldi nima, kelmadi nima. Xudoga shukr. Guli darrov sochidagi sochiqni olib tashladi. Aslida Alining niyati boshqa narsa edi. Guli, oldinga bir ish bilan keldim. Ali yotoqdan turdi. Xo'sh, ayting, pul kerakmi? Ali yo'q degandek bosh silkidi. Bugun Farhod bilan gaplashdim. Ali yotoqdan sakrab turdi. Ana u Zuhra homilador ekan. Agar jiyalli bo'lsang, oilangizga yana bir merosxo'r keladi. O'zi Farhod tufayli meros bo'lingan. Uni bolasi ortiqcha bizga. Guli jimib qoldi. To'g'ri aytyapsiz, degandek bosh silkir ekan, Ali asosiy qismga yetib kelganini his qildi. Unda nimani kutayapsan? Yo'qot bolani. Qanday yo'qotaman? Guli ikkilanib qoldi. Uylaringda nima ko'p? Zina. Bir ikkitasidan bilmay itar, bola bittada tushadi. Amalla Guli endi. Zuhrani tilidan. Niyatim jiddiy, bolani oldirmayman. Tongda jahl qilib oldiraman deya hammasini buzib qo'ydim. Mayli, nogiron bo'lsa ham men bilan Farhodni bolasi-ku. Aytsam to'g'ri tushunar. Xonada uni kuta boshladim. 1 soat, 2 soat kech tutsa ham u kelmadi. Axiri uxlab qoldim. Tongda ko'zimni ochganimda hamon uning joyi bo'm-bo'sh. Kelmagan. Hamma yerni tintib chiqdim. Chindan ham uyga kelmabdi. Kechagi gaplarni miyamda aylanyapti. U ham o'zini ayblayotgandir bechora. Nonushtaga tushganimda dasturxon oldida o'tirgan Farhodni ko'rib, ko'zlarim kattalashdi. Menga ortiqcha gapirmay jim ovqatlana boshladi. G'alati bo'larkan. Ichim to'lib turibdi-yu, na bir og'iz gapira olaman va na eshita. Biz bir tilda gaplashamiz, bir tom ostidamiz, muammoyimiz ham bir, ammo eshita olmaymiz bir-birimizni. Yo'q,
Gap xudbinlikda emas, biz tan olishni xohlamaymiz. Masalan, men kun ora uni sevib qolayotganimni, u esa tobora yo'qotadigan narsalari paydo bo'layotganidan cho'chiyapti. Guli zinadan erini kuzatib turgan Zuhraga qaragancha atrofga alanglar ekan, asta u tomon yura boshladi. Gulining miyasida Alining so'zlari, uyingizda zinalar ko'p-ku jumlasi aylanar ekan, endi e'tibor berdi. Uyi to'la zina, tag'in uyga mos, hammasi salobatli va qirrali. Uyda yosh bola bo'lmaganligi uchun hamma zinalardan hech qachon muammo bo'lmagan. Shu kungacha bu zinalardan hech kim yiqilmagandi ham, toki Gulini miyasiga manipulyatsiya qilinmagunga qadar. Zuhra shu xayollar bilan zinalarga suyanib turar, ko'zi Farhodda bo'lsa, qo'li qornida. Guli endi zinalardan tushayotganini biladi, xizmatchining ortdan jiringlayotgan telefonni ko'tarib kelishi ikkala qizni ham o'ziga qaratdi. "Xonim, eringiz chaqiryaptilar." Guli atrofga alanglagancha "A" deb qolar ekan, Zuhra ko'zidagi bir tomchi yoshni artib tashlab xonasiga chiqa boshladi. Guli xizmatchining qo'lidan telefonni oldi-yu, jerkigancha eriga javob bera boshladi. Bir nafas qolganda bir qadam. "Tur." Xonaga kirib kelgan Farhoddan cho'chib ketdim. "Nega turaman? Tilimni qichitma." O'zidan o'zi qo'pollashdi. Na salom va na alik. Yo'q to'satdan jerkishidan asabim portlay dedi. "Bolani oldirmayman." Asabiy bosh silkib yotoqqa qapishib oldim. Farhod ko'zlari hayron ochdi. "Kecha oldiraman deyotganding-ku. Nima jin urdi seni? Oldirmayman vassalom. Osmondan tushmayapti-ku, bu xohlaganimda oldiraman, xohlaganimda oldirmaydigan." Tavba qildim. Farhod yelkamdan ushlagancha meni o'ziga qaratdi. "Oldirasanmi yoki yo'qmi?" "Yo'q." Qo'llarimni qo'limga bog'lagancha o'tiraverdi. Farhodni sabri to'ldi-yu bir deganda yelkasidan oshirib ko'tarib oldi. Baqirgancha qoldim. Xonadan chiqishimiz bilan uyni boshimga ko'tardim. Hech kim uyda yo'q ko'rinadi. Xizmatchilar ovozimdan yugurib kelishar ekan, bizga havas bilan qarashardi. Ko'zlarimdagi yoshni tutib tura olmadim. "Oldirmayman bolani." "Yo'q." Farhod mashinaga solib eshikni yopdi. Chiqishi bilan yalina boshladim. Qancha yalinmay foydasiz. U odam bo'lmaydi. Xususiy shifoxonaga bordik. Avvaldan gaplashib qo'ygan shekilli eng avvalo o'ziga olib kirishdi. Shifokor ayol bizga yomon qarar, go'yoki men yengiltakdek ko'rar edi. To'g'rida, sog' odam Allohning ne'matini nega oldiradi? Qornimga muzdek narsa botirishdi. Ko'zlarim bilan tinmay Farhodga iltijo qilardim. Bo'lmadi. Qo'llardan chiqib ketishga urinmay Farhod meni ushlab turdi. Shifokor tanamga sovuq o'kkol jo'natdi. Uxlashni xohlamayman. O'zimni tutishga urinmay bo'lmadi. 20 soniyada narkoz kuchini ko'rsatdi. Qo'llarim bilan unday qilma degancha qoldim. Sezardim. Uni yulib olishdi. Uyg'onganimda esa Farhod bir nuqtaga qarab o'tirardi. "Yaxshimisan?" "Kechirmayman." Ortiq gapirishni xohlamadim. Ko'zlarimni yumib yotdim. 1 soatdan so'ng o'zi meni ko'tarib mashinaga olib chiqdi. "Bu yerga, bu odamlarga la'nat bo'lsin. Hali ko'rasan Farhod, umring bo'yi uzr so'raysan. Xudo jazoingni bersin. Bizning hayotimiz qiyinchiliklar bilan liq to'la deb o'ylaydi odam. Bizning Farhod bilan bola ko'rishimiz mumkin bo'lmagan narsa emasdi. U shu bolani deb o'zgarar deb o'yladim. Buni qornimdagi jonni oldirganda tushunib yetdimki, undek vahshiylik o'zgarmaydi. Hammaga bolani nobud bo'lganini aytdi. Sovuq xabar yashin tezligida tarqaldi. Qaynonam xafa bo'ldi-yu, hali etak bolalaringiz bo'ladi deya yuzaki yupatdi meni. Yana eski hayotga qaytdik. Alohida uyga ko'chib o'tdik-ku, halovatimni unutib qoldirgandek bo'ldim. Bir uyda yashaymiz, ammo bir-birimizni yo'q deb tasavvur qilamiz. Biz qog'ozlarda yashayapmiz. Avval nafsini qondirish uchun keldi.
Oxiri u ham men ham bir-birimizdan to'ydik shekilli. 2 haftadan beri hatto yuzini ham ko'rmadim. U gunohkor, u qotil, u o'z bolasini o'ldirgan razil men uchun. Farhod tilidan. Qo'limga kichkinagina no'xatchadek kattalikdagi etni menga o'rab tutqazishdi. Bu no'xatcha meni bolam edi. O'sha on o'zimni qancha la'natlaganim o'zimga ayon. Uni hatto ochib qarolmadim. Palatada Zuhra uxlab yotar, 2 soatda bo'larim bo'ldi. Oq dastro'molga o'ralgan jonni ko'targancha qabristonga olib bordim. O'sha ondan o'zimga so'z berdim. O'shani boshqa og'zimga olmayman dedim. Ammo har gal boshim og'rib qanday dorilarni olganimni bilmay qolaman. Bora-bora Zuhra bilan oramiz uzoqlasha boshladi. Bu yaxshi. Uni yaxshi bo'lishini talab qilmayman. Aybdorligimni bilaman, ammo undan voz kecha olmayman. Buni nomi bog'lanishmi yo muhabbat, bunisi menga qorong'u. Ammo u shu uyda yurganini his qilish, menga nafrat bilan bo'lsa ham boqish, uni shu uyda ekanligini his qilish menga halovat edi. Uni kuzatardim, ammo u buni bilmasdi. Biz 1 yilimizni o'tkazdik. U bilan oramizda hech qancha masofa yo'q, ammo na u gapiradi va na men eshitdim. Qo'rqqanim boshimga keldi. Uni qalbiga kimdir kirdi. Uni yo'qotyapman. Sen bir ro'molcha olding. O'sha ro'molchaga meni qalbim va singan shisha bo'laklari solib, kafting bilan jarohatlading. Qara, hozir meni ko'nglim hozir parcha-parcha bo'lgan. Sen esa kafting. Ikkimiz ham arosatdamiz. Jonimiz og'riyapti. Yaqinlasha olmayapmiz. Borsam seni kafting yana ko'nglimni sindirmaydimi? O'sha kundan 1 yil o'tdi. 1 yilda ko'p narsa o'zgardi. Qisman Farhod bilan yashash menga mustaqillik imkoniyatlari berdi. Turmushimiz alohida chiqib ketganimizda yakunlandi. 1 oy o'z nafsini qondirish uchun kirdi, ammo to'xtadi. Balki allaqachon uylangandir, yo yana o'sha ishlarni qilayotgandir. Ammo endi qizig'i yo'q. O'qidim, universitetiga kirdim, o'zim uchun ishlay boshladim. Boshida hammasi qiyin tuyuldi, ammo epladim. Kompaniyaga ishlash men uchun do'stlik degan tuyg'uni singdirdi. Haq gap ekan. Inson o'ziga qilgan zulmni butun boshli armiya ham bera olmaydi. O'zimni, menimni tikladim. Farhod esa buni ko'ra olmasdi. Ayniqsa hayotimda Bunyod kirib kelgunga qadar. Bunyod meni hamkasbim. Universitetdan ta'tilga chiqqanim uchun ishlay boshlagan onlarimdan yonimda yelkadosh, ba'zan meni xatoyimni deb necha marta o'zini qurbon qilgan yigit edi. Odatiy kunlardan biri edi. Ertalabdan pastdagi shovqindan uyg'onib ketdim. Pastga tushib ne ko'zlar bilan ko'rayki, Farhod turardi. Xotirjam, hech narsa bo'lmagandek. Oshxona stoliga qo'lini tirab kechasi bilan tayyorlab chiqqan shirinliklarimni xotirjam yer edi. Siz oxirgi paytlar hattoki ko'rmagan Farhodni ko'rib hayron qaradim. Nimadir bo'ldimi? Uyimdaman, ovqatlanyapman. Uning kesaqtiqli jumlasidan hayron qoldim. U uyida. Albatta, nimadan hayron bo'lay? Xonamga chiqib, kiyinib pastga tushdim. Ketyapsanmi? Shuncha vaqt o'tishiga qaramay yo'q bo'lib endi xotirjam gapirayotgan yigitni ko'rib, men ham odatiy kunlarimdek bosh silkidim. Ha, ketyapman, yaxshi qoling. Eshikdan endi chiqmoqchi bo'lganimni bilaman. Farhodni qo'pol ovozi polga meni kilaylagandek qotirib qo'ydi. Shu ahvoldami? Kiyimimga nima qilibdi? Yomonmi? Yaxshimi? Ahvolingga qara. Buni qayer yopiq? O'zgartir. Nega o'zgartirishim kerak? Menga shunaqa qulay yoqmasa, qaramang. Menga yoqayapti, chunki eringman, ammo boshqalarga mendan kam yoqayotgani yo'q.
Yo buni o'zgartirasan Zuhra? U to'xtab qoldi. Doim tahdidlari bilan dunyoni boshiga ko'taradi. Nima qilasiz? Ko'ziga tik qaradim. Negadir Farhodga qancha qaramay, o'zimga buni unuttirishga qancha urinmay, monitorda bolamni his qilgan on ko'z oldimga kelaveradi. Yo o'zim, unda uydan chiqolmaysan. Bilganingizni qiling. Ozgina tursam ko'z yoshim chiqib ketardi. O'zi ko'z yoshlarimdan qo'rqaman. Doim meni sotib qo'yadi. 6-qism tugadi.